o'sgan deyishdi. O'sdi deb anaqa qilishdi. Bu yoqqa kelganda nima hozirdan o'lchaganlarda qorangina o'sdi. Dedilar, o'zi qilganda ham o'sganligi bilindi-da. Hozir mana qon aylanishi yaxshi emasda. Qon aylanish biri 19 gacha bo'lish kerak, biri 53. Pupochniy arteriyada spektr yaxshi emas. Bola o'sishdan orqada qolyapti. Konkretno qolyapti. Bola atrof suvlari kamaygan. Bitta malovodiya bor. Bola atrof suvlari kamaygan va bola o'lchamlari to'g'ri kelmaydi bizada anaqaga. Bolani razmeri bo'lishi kerak 29 hafta bir kun. Xo'p, bizga birinchi murojaat qilyaptilar. Pozdniy ovulyatsiya bo'lgan taqdirda ham 27 haftaliklarni berish kerak. 25 hafta to'rkan ayol hayzda adashgan desak, hayzda adashganiga to'g'ri kelmayapti. Qora aylanasi o'lchami 2 haftaga kichkina beryapti. Bizada ham ayolning qoni o'ta